Homiladorligingizda bolajoningizni yuragi tez uradigan bo'lsa, demak bu o'g'il. Sekin uradigan bo'lsa, demak qiz. Agar homiladorligingizda husningiz ochilib, oynada o'zingizni yoqtirib qolsangiz, demak bu o'g'il. Agar oynaga qarashni xohlamay, husnbuzarlarga to'lib ketadigan bo'lsangiz, demak bu qiz. Homiladorligingizda ko'proq go'sht yegingiz kelsa, demak bu o'g'il. Agar shirinlik va mevalarni ko'proq xohlasangiz, demak bu qiz. Homiladorligingizda qorin tepadan bo'ladigan bo'lsa, demak bu o'g'il. Agar homiladorligingizda qorin pastdan bo'lib, o'zingiz ham semiradigan, ves oladigan bo'lsangiz, demak bu qiz. Agar homiladorligingizda toksikoz kuchli bo'ladigan bo'lsa, demak bu qiz. Toksikoz umuman bo'lmasa, demak bu o'g'il. Siz ham haliyam shunaqa gaplarga ishonasizmi? Yaxshisi bizga keling, bolangizni jinsini o'zida aniqlab beramiz.